Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar. Mana bitta akamiz, bitta qassob Navoz akasi qo'lida o'ta kachisi bolani zo'r qilib berdik. Do'kon rasmidan tushirib, mana hisoblarga ishlov berib, kachisi bolani zo'r qildik. Mana o'zini ismi bilan o'g'lining ismini yozdirib berdik. Bekzod, Bekjon qilib. Xudo xolasa poyezd relisdan egular, xayroqlari. Pichoqlar poyezd relisdan so'yatganchimcha qaytmaydi bemalol. Go'sht maydalada go'sht bo'ladigan mana bo'yin oladigan pichog'i, go'sht to'g'raydigan pichoqlari, teri ishlaydigan pichog'i. Kesh avzorlarni qilib beramiz. Bismillah. Kesh avzorlari nihoyatda o'tkirlar, nihoyatda o'tkir. Suvdek oladi. Bo'yin oladigan pichog'i. Go'sht maydaladigan pichog'i. Teri ishlaydigan pichog'i, hozir sizlar mana bo'yin oladigan pichog'ida mana bakilashimiz ko'rsatamiz. Bismillah. O'tkirlar nihoyatda o'tkir. Hozir boltamizni ham sinab beramiz. Temir mana. Hech narsa bo'lgan yo'q. Ko'rasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.